Avvalgi qismda men judayam ko'p axlatlarni terdim va ancha-muncha pul ishlab oldim. Ishlagan pullarimni esa albatta bankka olib borib qo'ydim. Undan tashqari o'zimga yangi kiyim oldim. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Barcha obunachilarga salom. Qolganlar esa mening ismim Darman va men bomjman. Mana bunaqangi uyda yashayman va ko'chada hayot kechiraman. Jonchilik ko'chada emas, chunki menda qog'ozli uyim bor. Buni qaranglar, quyosh endigina chiqyapti, men ham uyg'ondim. Yaxshi do'stlar, kelinglar narsalarni olamiz. Mana shu narsalarim menda bor. Bu yerda ozgina pul, chunki kecha ishlagandim va yana ozgina axlatlar. Bularni hammasini topshirishimiz kerak va o'zimizga pul topishimiz shart. Chunki qishgacha men o'zimga kichkina bo'lsa ham uy olmoqchiman. Agar uy sotib olmasam, sovuqda muzlab qolishim aniq. Chunki qish o'zingiz bilasizlar, bizni Minecraft, hayotiy Minecraft, shuning uchun ham ishlashga to'g'ri keladi. Xo'sh do'stlar, kelinglar hozir birinchi navbatda ovqat olamiz. Hozir qornim unchalik ham och. Do'stlar, qornim och emas, ammo baribir ham olib qo'ygan yaxshi. Xo'sh do'stlar, kelinglar. Ana bu yerda nima bo'ldi? Qiziq. Ana bu yerda bir brat ishlaydi. Vau do'stlar, buni qaranglar. Kola avtomati ajoyib. Biror safar kirib o'tamiz. Ana yerda bir brat ishlaydi do'stlar, u ovqat sotadi mana. Xo'sh do'stlar. Salom brat, qalaysiz? Der brat, keldingizmi? Ha, keldim ovqatlar olishga. Ajoyib. Xo'sh, har doimlik xodoklar bormi? Albatta, siz uchun maxsus. Xo'sh. Ha do'stlar, men har doim xodok olaman. Mana bo'ldi va suv. Osh bo'lsin. Katta rahmat, ishingizga baraka. Sizga ham. Bo'lmasa men ketdim. Xo'p. Do'stlar, ajoyib yigit, sizlarga aytsam, mana meni bomjsan deb odam ajratadigan odati yo'q. Do'stlar, qog'ozlar hammasini terib olishimiz kerak, chunki qog'ozlardan o'zingiz bilasiz, ko'p pul topish mumkin. Yaxshi. Ham shahar ham toza bo'ladi. Chunki bizda axlat teruvchilar yo'q. Mana masalan sizlarning shahringizda yoki qishlog'ingizda bo'lsa kerak, mashinalar kelib, yuk mashinalar axlat teradi. Bizda esa unaqasi yo'q. Shuning uchun ham bomjlarga terishga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu tomonda hech narsa yo'q. U tomonda qanaqadir narsa ko'rinyapti. Xo'sh, bilmadim nimaligini, kelinglar yaxshisi borib ko'ramiz. Bilasizlarmi, shu taraflarda men axlat topgandim, ammo o'sha ko'chani topib olmayapman. Rostdan do'stlar, nimadir bor. Zo'rki do'stlar. Siznikimi bular? Meniki. Sotyapsizmi? Nimaga u tomonlarda sotmayapsiz? Chunki u yerda joy yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Qanchadan bo'lyapti? $100 dan. $100 ja qimmatli qilmaydimi? Qiziq, hamma ranglarda bor ekan-a? Ha. Yaxshi, pushti rangidan olib haydab yursam, do'stlar. Qora rangni, yashil, qizil. Mayli, unda ishingizga omad. Kerak bo'lsa olib ketaman. Xo'p. Mayli. Do'stlar, mana o'sha men aytgan axlatli joy. Do'stlar, yaxshi. Bu yerda bank xodimlari ishlatgan narsalarni tashlab yuborishadi. Shularni terib olamiz. Xo'sh, endi bomjlarning yoniga boraman. Xuddi o'zimga o'xshagan do'stlarim. Bu yerda ham axlatxona bor. Mana hammasini hozir terib olamiz. Yaxshi, do'stlar, ajoyib. Zo'r. Kelinglar, endi bu tomonlarda hech kim yo'q. Kelinglar, tezroq bomjlarning yoniga boramiz, chunki men hozir hamma narsani sotmoqchiman va pullarni yana bankka qo'yib qo'yaman. Chunki do'stlar, bankda pulni saqlash ajoyib. Ham foizi qo'shilib ko'payib turadi. Xo'sh, salom yigitlar. Salom. Xo'sh, janob bomj, qalaysiz? Yaxshi, o'zingchi? Ha, keldim, mana oldingizga butilkalarni olib keldim. Mana olishingiz mumkin. Yaxshi, yana bu yerda 10 taliklar. Bo'ldi, mana. Xo'sh, endi qog'ozlar va yana ozgina kattasidan. Mana. Xo'sh, yana biror nimalar bormi? Ha, mana bu yerda tayoqlar bor. Okey. Bo'ldi, unda qolgani qoldi, keyinroq yana olib kelaman. Xo'p. Ishlaring qalay ketyapti o'zi? Ancha beri kirmay qoldik. Shu. Yuribman-da, keyinroq kiraman. Do'stlar, bilasizlarmi, oxirgi vaqtlarda shu bomj menga yoqmayapti, chunki eng boshda menga yaxshigina sotayotgan edi. Hozir ko'rdingizmi, qanchasini qaytarib yubordi ishlarimni. Mayli. Okey, nima ham qilardim? Xo'sh, bu yerda axlatlar yo'q. Ana u tomondan aylanib o'tamiz. Soat jinursin. Soatni ham ko'ra olmayman. Yo'ma-yo. Tayog'imni tashlab yubordim. Mana buni tashlamoqchi edim, chunki umuman ishlamayapti. Buni qaranglar, yana o'chib qolgan.
Xo'p, mayli do'stlar, menda pul bor. Kelinglar, hozir o'zimga telefon olaman, chunki yana biroz kechgacha axlat tersam, yana pullarimni hammasini qaytarib ishlab olishim mumkin bo'ladi. Ham telefon menga juda ham kerak bo'ladi. Mana bu axlatxonaga kirish kerak. Ha, mayli bo'ldi. Keyin kirarman. U yerda do'stlar juda ham ko'p ekan axlat. Kamida $50 ishlab olsak bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana shu yerda do'kon bor. Mana bu do'kon kiyimlar do'koni. Kim eslasa, o'sha avvalgi qismlarni ko'rgan bo'ladi va aqlli bola bo'ladi. Xo'sh, bu yerda axlat yo'q. Mayli. Unda hozir mana shu do'konga kiramiz, chunki aynan ana shu do'kon do'stlar bizda telefonlar sotadigan do'kon. Ana shu yerdan o'zimizga olishimiz mumkin telefonni. Undan tashqari shu yerda burchakda axlatxona bor. Mana do'stlar, ko'rdingizmi axlatxona? Hozir mana shu yerdan yo'q, terib ketishibdi. Afsus, mayli. Nima ham qilardim? Meni rizqim emas ekan. Do'stlar, ana bizni brat. Yaxshi, hozir do'kondan olamiz. Quyosh ham endigina ko'tarila boshladi, chunki hali erta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Telefon olishga kelgandim. Istaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Har xillaridan bor. Zo'r. Har xillaridan degani bir xil-ku. Qanaqa telefon ekan? Xo'sh. Do'stlar, qani? Rostdan bir xil hammasi. Kelinglar, mana bunisini olamiz. Yaxshi. Xo'sh. Soat 7 bo'libdi. Mayli, mana bu telefonni oldim. Xo'sh, yoqdimi? Yoqdi. Qancha bo'ladi puli? $300. 3 stak? Aha. Xo'p, mayli, nima ham qilardim? Endi do'stlar olib qo'ydim. Hozir qaytarib qo'ysam g'alati bo'ladi. Mana Ajoyib, 1 yilgacha kafolat, kelib turing yana. xo'p, kelib turaman. Do'stlar, shuncha qimmatga sotdi, yana 1 yilgina kafolat berdi. Mayli, eshikni ochiq qoldiraman, chunki boshda ochiq edi. Xo'sh, menga yana der brat. Nima bo'ldi? Do'kondan chiqdingizmi? Ha, o'zimga yangi telefon oldim. Zo'r-ku. Ishlaringiz yurishyaptimi? Ha, yaxshigina yurishyapti. O'zida nima gaplar? Menda ishlar unchalik emas. Tushunarli. Endi balki joyizdandir, balki joyizni o'zgartirarsiz. Bog'da odam kam bo'lsa. Yo'q, odam ko'p, lekin unchalik yaxshi ketmayapti-da ishlar. Tushunarli. Bilmasam sizga qanday yordam. Shoshmang. Bir narsa xayolimga keldi. Men bir joydan velosiped topishim mumkin va agar siz meni ishga olsangiz, shahar bo'ylab ovqat tarqatishim mumkin. Shunda sizga ham foyda bo'ladi, menga ham. Zo'r, rostdan ham zo'r g'oya. Keling, unda shunday qilamiz. Mayli. Nimadan boshlaymiz? Men unda e'lonlar chiqaraman. E'lonlar? Bo'ldi, tushundim. Ya'ni hot dog deb, siz esa velosiped toping. Hozir 1 daqiqada, aniqrog'i 1 daqiqadan ham kam vaqtda topib kelaman do'stlar. Ajoyib bo'ldi. Hozir ana uyning yoniga boramiz va velosiped olamiz. Buni qaranglar, ishlarimiz rivojlanib ketdi. Kim o'ylab deysizlar? Oddiy bomjda mana bunaqangi ovqat yetkazib beruvchiga aylanishimni. Yaxshi do'stlar, balki juda ham ko'p pul kelsa, umuman axlat terishni tashlarman. Zo'r bo'ladi-ku. O'zi axlatdan ko'p pul topsa bo'ladi, ammo bu juda ham iflos ish. Mayli, janob, Qaytib beribsiz-da. Sizdan velosiped olmoqchi edim. Xo'sh, olasizmi? Albatta olaman, aytdim-ku. Arzon qilib bermaysizmi? Yo'q. Xo'p, mayli, unda hozir mana aynan ana shu qizilni olaman, bo'ladimi? Albatta, istagan rangingizni olishingiz mumkin. Hozir sizga $100 to'lov qilaman, bo'ptimi? Inventarimga tashlashingiz mumkin. Yaxshi, hozir. Buni faqat ajratib olishim kerak. $40, 63. Yo'q, kamayib ketdi. Bunday biroz bu yoqqa. Xo'sh, do'stlar, Minecraftdan shunday pulni ajratish juda ham qiyin. Mana $60 va hozir mana $40. Ajoyib. Ana o'sha qizil velosipedni olib ketishingiz mumkin. Rahmat. Yaxshi kunlarga ishlating. Ishingizni rivojini bersin. Xo'p, rahmat. Sizga ham va bo'ldi, men ketdim. Faqat ehtiyot bo'ling. Xo'p, sekin. Aytib turganda, mayli, mana bu tomondan aylanib o'tamiz. Xo'sh, yaxshi. Buni qaranglar. Yoshligimda velosipedni yaxshi ko'rardim. Sekin, faqat sekin. Va brat, mana keldim. Zo'r-ku, brat. Albatta. Ko'ryapsizmi, xuddi sizdek do'koningiz va kiyimingizdek qizildan oldim. Bu nima bo'ldi? Bu e'lonlar. Tushundim. Hozir men ham shunga o'xshagan narsa taklif qilmoqchi edim. Hot dogni qaranglar do'stlar, buni juda ham yoqimtoy hot dogcha. Xo'sh, brat, tayyormi? Unda e'lonlarni shahar bo'ylab hozir yopishtirib chiqaman, maylimi? Albatta, omad.
Xo'p, sizgayam ishimiz baroridan kelsin. Aytgancha telefon raqamingiz o'sha. Hozir sizga qo'ng'iroq qilib qo'yaman, meni saqlab qo'yasiz. Xo'p.